Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan har doimgidek Zuhriddin Gaming kanali do'stlar. Bugungi videomizda PUBG Mobile'ning 4-2 missiyalarini boshidan oxirigacha qanday bajarish mumkinligini batafsil ko'rsatib beraman. Bu missiyada ko'pchilik bir xil joyda xato qiladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'rsangiz, vaqtingizni ham asabingizni tejaydi. Aytgancha do'stlar, kanalimiz hozirgi vaqtda 4000 obunachiga juda yaqin. Agar shu video sizga foyda beradigan bo'lsa, kichkina bir yordam qilib qo'ysangiz, ya'ni obuna bosib qo'ysangiz, 4000 ta bo'lishimizga ham ozgina qoldi. Albatta, har bitta bosgan obunangiz keyingi videomiz sifatli chiqishiga va kanalimiz rivojiga o'z hissasini qo'shgan bo'ladi. Kechagi videomizda 34 ta like qildik. Shu videomizda 50 ta bo'lishi uchun albatta like ham bosib qo'yish esdan chiqmasin. Like ni bosgan bo'lsangiz, qani ketdik, missiyani boshlaymiz. Birinchi missiyamizni ko'rib olamiz. Bu yerda yozilishicha 2 marta ibtidoiy daraxt yuragiga kirishimiz kerak. Mashina boshlaganimizdan keyin kartamizda shu tarzda ko'rinib turadi va o'sha yerga borib kirishimiz kerak, shu joyiga. Belgilangan joyimizga ham kelib oldik. Mana bu yerda ko'rganlaringizdek 2 daqiqa teskari sanoq tugab, yana 2 daqiqa teskari sanoq boshlandi. Bu ikkinchisida kirishimiz kerak. Ehtiyot bo'lamiz. Bu yerda juda ham krisalar ko'p. Ko'rib turganlaringizdek atrofim to'la odam uzoqdan kelib otishiga uspet qilmay ham qoldi, kirib ketdik. Birinchi missiyamiz shundan iborat edi. Yana videomizga qo'shimcha qiladigan bo'lsam, har kartada, har xil joylarda darvozasi paydo bo'ladi. Bu missiyamizni 2 marta bajarsak, dastajeniyamiz tamom tugaydi. Endi esa ikkinchi dastajeniyamizga o'tamiz va necha marta bajarganimizni ko'ramiz. Bu yerda balkim siz bajarib qo'ygan bo'lishingiz mumkindir. Bu yerda yozilishicha, eventda 5 ta odamni o'ldirishimiz kerak ekan, tikonzor chayonni chiqarishimiz kerak ekan, keyingisi bizuvchi mega gulni o'ldirishimiz kerak ekan. Hozir sizlarga mega gulni mag'lub qilish yo'llarini ko'rsatib beraman. Qolgan ikkitasi juda ham oson. Buni o'zingiz bajarib qo'yasiz o'yin davomida. Shu joyga sizlarga savol, bu yer qayer? Agar bilsangiz kommentariyga yozib keting. Mega gulni juda ham qiyin o'ldirish deb o'ylagandim, lekin men kutganimdan juda ham oson ekan. Bir o'zingiz ham bajara olar ekansiz. Men o'ylagandim, komanda bilan bajarishga to'g'ri kelib qolishi ham mumkin deb o'ylagandim, lekin unday emas ekan. Bu joy qayerligini topgan bo'lsangiz, shu joyga kelib o'ldirishni tavsiya beraman, chunki qolgan joylarda odam ko'p. Erangel kartasida 2 ta joyda bor, bittasi shu joyda. Tinchroq va odam kamroq shu joyga kelsangiz va bu yerda o'ldirganimizdan keyin ajoyib lootlarni ham berar ekan. Groza berdi, 4x berdi, shunaqangi aptechkalar va 3lik kaskalar berar ekan. Bugungi dastajeniyamiz shulardan iborat edi. Videomiz yoqqan bo'lsa, bir dona like ayamasdan bosib ketishingiz esdan chiqmasin. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, kommentariyaga plyus qoldirib keting. Albatta, videomizda xato va kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozish esdan chiqmasin. Keyingi videolarda shu xatoliklarni qilmaslik uchun to'g'rilashga harakat qilaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling.